Assalomu alaykum. Ham poytaxt ligasini muxlislariga. Bugungi Apex jamoasi bilan Galacticos o'yinida g'alaba qildik. Apex jamoasiga rahmat. Yaxshi o'yin bo'ldi. Endi futbol shunaqada, kimdir yutadi, kimdir yutqazadi. Biz ham ularga ancha yutqazganmiz. Bugun g'alaba bilan mana naqillik, xudo xolasa yana o'yinlarda ko'rishamiz. Shunaqa gaplar. Chempionatga rahmat. Shunaqa tartibli chempionat bo'layotganiga xursandmiz. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Avvalambor o'yin juda qiziqarli bo'ldi. Raqib komandaga ham alohida e'tibor ko'rish kerak. Ular to'g'ri taktikada o'ynadi. Avvalambor qarshi hujumlarni unumli foydalanib ketganligi uchun yutib ketdi. Tabriklayman. Oldinda hali o'yinlar ko'p. Musobaqa juda qiziqarli bo'lyapti. Bundan buyog'iga yana ham qiziq bo'ladi. Boshqa komandalar ham yetib mana o'ynashyapti bizga, xudo xolasa. Qolganlarga ham omad, rahmat hammaga. Yutqizganimizdan xafa emasmiz, davom etadi. Hayot davom etadi. Hurmat qilamiz, hurmatimiz davom etadi. Rahmat. Akalarga rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. O'yin bugun jiddiy o'yin bo'ldi ligamiz bilan. Yutqizib turdik birinchi taym. Xudo xolasa yutdik, xudo xolasa. Shu to'g'ri bo'lishi kerak, biz o'tamiz. Lekin zo'r o'yin bo'ldi. Bolalarga rahmat. O'zimizning yaqinlar hammasi. Poytaxt ligasiga rahmat. Qolgan komandaga omad. Keyingi o'yinlarda rahmat hammaga. Organizatorlarga rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Elitni 3-ligi turidan o'rin olgan Eshon Guzar bilan Legiones o'yinida yaxshi bo'ldi. Bolalar zo'r o'ynadi. Bizaniki ham, ularniki ham jo'ski bo'ldi o'yin, zo'r bo'ldi. Biz xursandmiz. Ozgina omadimiz kelmadi. Oxirida penalti vaziyatlardan foydalanolmadi. Alhamdulillah. Bolalarga omad. Eshon Guzar kelgusi o'yinlariga omad. Bizning bolalarga ham hammasiga rahmat. Qo'ldan kelgancha polida mehnatini tashlab ketdi bolalar. Alhamdulillah. Assalomu alaykum avvalambor. Poytaxt ligasi ishtirokchilariga hammaga, organizatorlarga ham rahmat. Shunday chiroyli turnir o'tkazishyapti. Bugungi o'yin juda qiyin bo'ldi. Ansor jamoasi juda kuchli, yaxshi bolalar ekan hammaligisi. Tabriklayman ularni g'alaba bilan. Chiroyli ketishdi. Biz darvozabon kelmay qoldi, juda qiynaldik shunga ozgina. Nima ham deymiz, kuchli yutishdi bugun Alloh nasib qilgani bo'ldi ularga. Keyingi o'yinlarda Ansorga ham omad, hamma ishtirokchi komandalarga omad. Inshaalloh keyingi turda yana o'ynaymiz. Xudo xolasa yutamiz nasib qilsa. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 3-tur yakuniga yetdi. Raqibimiz, ramziy raqibimiz, akalarimiz Tinchlik jamoasi bilan o'yin olib bordik. Natija o'yinga mos emas, o'yin ancha yaxshiroq bo'ldi. Rahmat aytib qolamiz. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom eting. Yaxshi o'yinlar hali oldinda. Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Bugun Elit liganing 3-turi bo'lib o'tdi. Chippoga qarshi o'ynadik. Xo'p, bizga ozgina kuch yetishmadi. Ular baribir ancha yillardan o'ynab kelishadi. Akalarga omad, hammaga katta rahmat. Tashkilotchilarga rahmat katta. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Avvalambor hammaga Poytaxt ligasi va Elit ligani o'yinlari bo'ldi. Dinamo komandasiga rahmat. Yaxshi bo'ldi. Yosh. Bizdan yosh katta ko'proq. Ozgina menimcha sal tajribani hisobiga yutdi deb o'ylayman, lekin qiynashdi. Komanda yaxshi. Keyingi o'yinlarda omad tilaymiz. Bu Elit ligi hammasi zo'r bo'ldi. Tashkilotchilarga ham, organizatorlarga ham rahmat deb qolamiz kattakon. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana bugun Hilol komandasi bilan jangovar zo'r o'yin bo'ldi. Vaziyatlar ikkita komandada ham yaxshi bo'ldi. Ular maksimal foydalanib ketishdi. Birinchi taymda bizda 3-4 yaxshi vaziyatlar ura olmadik. Vartarligi ularda juda zo'r harakat qilishdi. Bizni o'tkazib yubordi. Shu bilan orqasidan yetishga harakat qildik. O'yinchilar tez zamina qildi va hisob yirilashib ketdi. O'yinchi rahmat. O'yin zo'r bo'ldi. Ikkala komandaga ham rahmat, qamar bolalariga ham rahmat. Qattiq o'yin bo'ldi, kuchli o'yin bo'ldi. Bizga ko'proq imkoniyat bo'ldi. Yutdik, alhamdulillah. Qolgan komandalarga ham omad tilaymiz.